Gavhar Musayeva har doim dietada, lekin shirinlikka kelganda liboy dietadan voz kechadi. Da o'rtoqlar, men kichkinaligimdan beri har doim menga ovqat berishda yoki shirinlik berishda har doim shirinlik tanlaganman. Liboyni tanla. Dollarligini tanlaydi. Bobur aka bitta pichoq bering. Pichoqni kattalagan. Mana o'rtoqlar, ertaga o'sha dollarga ko'zim tushdi, siraz dollar yeymiz mana. Bobur aka, Ko'r mana. kichkinaroq pichoq yo'qmi? Bu reklama emas. Reklama. Tantanali ma'lumot o'rniga aytib ketaman, chapaqayman. Real? Sen bilmasmiding? Chapaqaysiz? O'zim men eshitganman, chapaqaylar aqlli bo'ladi deb. Yo'q, lekin unaqa emas ekan. Siz ham chapaqaysiz? Abdulloh aka yomon yeydilar lekin. Mana kamerani ushlab turgan aka hozir yomon. Gapirsan maylimi? Yo'q, chiroyli to'rt yeyman вообще-то. O'zi kichkina do'kon bo'lsa ham shirinliklari вообще вкусный. Shirin ekan, umuman просто. Sergeli 7 da joylashgan. 3-4 bekat metrosining o'rtasida. Hammanglarni kutib qolamiz.